Aka-ukalar, darvozamiz xudo xolasa tayyorlanish jarayonidan juda ko'pchilik so'rayapti. Qanday materiallardan bo'ladi? Kraskadan oldin tayyorlanish jarayonlari deb. Xudo xolasa bu 2 arkali darvozamiz. Darvozani xudo xolasa voydaga o'rnatamiz. Voydadan zakaz tushgan. Eshigimiz 90 sm ochiladi. Chap qo'l chekkada. Polni 6 ga tur bo'lgan profillarimiz qalindan. Stoykalarimiz 10 ga 5 shivillar bo'lgan. Tepa qismi ham hamma yo'g'i cho'tki kelish uchun tepasini ham 10 ga 5 profil qilganmiz. 6 ga tur 1,5 stena profillarimiz. Xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozalarimiz 1 kvadrat metri 1 milliondan chiqarib beryapmiz. 2 qavatli bo'ladi. Listlarimiz 2 likdan bo'ladi. Xudo xolasa bu yoqda tayyor bo'lgan navesimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Naves xizmatlari ham mana lazerli ponni choklarni yopib berganmiz. Yong'in gadjetlarda zang qo'yib boshqa bo'lmaydi. Xudo xolasa bu navesimizni Toshkentga o'rnatamiz. 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan qilib beryapmiz. Agar oddiy bo'ladigan bo'lsa, bu rolikli naves ochilib yopiladigan naves bo'ladi. Agar oddiy bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'mdan 600 ming so'mdan chiqadi kvadrat metri. Ustunlari, bo'yi, balandligi, qanaqaligiga qarab qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar. Islom ustasizlarning xizmatlaringda aka-ukalar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Sababi bu navesimizni kvadrati 750 ming so'm. Sababi mana bu profillardan foydalanganmiz. Bu profillarimiz astinkovoy bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana hamma yo'g'i chotki qalin stenasi, mana stenasini ham ko'rib turibsizlar. 4,5 stena bo'ladi. Chaspaylarimiz ham polni 3 ga 2. Shadalarni, oddiy shadalarni o'zi ham 1,5 qalinlikdan tayyorlaganmiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oddiy shumkali naves kerak bo'ladigan bo'lsa yoki kazro kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Naveslarimiz kvadrati 300 ming so'mdan 850 ming so'mgacha bor. 850 ming so'mligi qanaqa desalaring, mana shu lazerli naves bo'ladigan bo'lsa, firmalari 4 ga 4. Mana uni navesimiz ham tepa pasi 4 ga 4 bo'lgan profillarli, listlari 1.8 likdan, eniga 9 metr, uzunligi 12 metrga xudo xolasa bu puntli naves bo'ladi, ochilib yopiladigan. Sababi buni kvadrati 750 ming bo'lgani pultlarini o'zlari qo'yib beradi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Hamma yo'g'ini cho'tki qilib tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Murojaat qilinglar aka-ukalar. Xudo xolasa hamma yo'g'ini cho'tki qilib tayyorlab beramiz.